Ha, vatandaş 11. ayda soğuk. Müşündaq bolsa, 1. ayda nemi körümez. O da nima deydi, aman bulaqlı vatandaşı. Bugün çislaq 2024 yıl 11. ayının 14. günü haftaga Perşembe vatandaş. Endi sizlarga so'zlaydigan rasmiy leksiyalarimiz bunda qoladi. Birinci xabarimiz vaziyatga aloqador yana. Mavzu mundaq: Donald Trump Prezident Joe Biden bilan Oqsaroyda uchrashdi. Huquq topshirib berishni muhokama qildi. Mavzuda xabar 11 ayning 13 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerikada yangi saylangan prezident Donald Trump 11 ayning 13 kuni Washingtonga yetib kelib, 4 yil o'tganda Oqsaroyga kirib, yaqinda vazifasidan ayriladigan navbatdagi prezident Joe Biden bilan ko'rishdi. Tinch yo'l bilan huquq o'tkazib berishni muhokama qildi. Bu oshkor tarafi, yana bir tarafi bular endi astiri nima maxfiy so'zlashgan taraflar hukumatning, davlat rahbarlarining ishi. Qandaqli bo'lsin, prezident Joe Biden taklif qildi. Yangi saylangan prezident Donald Trump Oqsaroyga kirdi, ikki kishi ko'rishdi, suhbatlashdi. Endi de xabar, siz biz ahamiyat beradigan xabarlarning ichidagi yana biri. Ciddi paytda Jonan Xayning ko'ziga uyqu bormidi? Mavzuli xabar 11 ayning 14 kuni OneWeb orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Donald Trump Amerikada prezident saylamida g'alaba qilgandan keyin Prezident Trumpning Jungoning tovar mollariga 60% tamojna beji qo'yib, osonlashgan Jungo iqtisodiga tahdid elib kelishidan boshqa eng zo'r ansirash shu bo'ldiki, Junanxay eng qattiq ansirgan bir ish shu bo'ldiki, Amerikaning Rossiyaga yaqinlashish strategiyasi Moskvani Beijingdan yiroqlashtirsa, Xi Jinping o'zining qadinas do'stidan ayrilib qoladi. Amerikaning eng cho'ng nishoniga aylanadi deb ansirashdi. Biz sizlarga diqqat qilyapmizlar vatandoshim. Saylam o'tgandan keyin davomli ko'p oldi markazdagi holda Amerika Jungo munosabati u bir tarafda. Endi mushu navbatda hozir bu qatam prezident, yangi saylangan prezident Donald Trump Rossiya bilan Amerikaning munosabatini qanday bir taraf qiladi degan markaziy nuqtada so'zlab kelyapmiz vatandosh. Shu markaziy tema. Chunki gapning ochiq aytganda hozir bu kun tartibga kelmagan bo'lsa-mu, navbatdagi Uyg'uriston masalasi tegitak deysiz, Ross bilan Xitoy masalasidir vatandosh. Yoki Ross bilan Xitoyning o'tirisidagi masaladir vatandosh. Şuna biz bunu merkezi tema oturursa sizlarga so'zlab kelyapmiz. Men nima deydi hozir? Junanxay ansirabdi. Jungo iqtisodiga tamojna bo'yicha qanday tahdid soladi buni qo'yib turing. Prezident Donald Trump Oqsaroyga kirib, Rossiya bilan yaxshilashadigan mushundaq bir vaziyatni yaratadigan bo'lsa, Rossiya bilan Amerikaning munosabatini yaxshilaydigan bo'lsa, u vaqtda Moskva Beijingdan yiroqlashadi, Jungo qaysi kunda qoladi? Junanxay qaysi kunda qoladi? Ya'ni xalqaro munosabatlarda, xalqaro ishlarda Jungo hukumati qaysi yo'lni tutadi va qanday o'rinda turadi? Bu bir xil ansirash, Junanxay uchun eg'ir ansirash deydi. Volkutsi gazeti nopozliq muxbiri 11 ayning 12 kuni xabar yozib bunday ko'rsatdi. Xi Jinping, prezident Trumpning Xi Jinping bilan qadinas do'st Vladimir Putinning munosabatiga buzg'unchilik olib kelishidan ansiraydi. Mana qadinas do'st Vladimir Putin, Xi Jinping. Bu ikkisining munosabatiga endi saylangan Amerikada prezident bo'lib saylangan Donald Trump buzg'unchilik olib keladi. Maxsusdan bu muxbir bunday ko'rsatdi. Moskvadan prezident Vladimir Putindan ayrılıp kelish Xi Jinpingning bexatarlik nuqtasi kun tartiblariga naytizor strategik zarba olib keladi. Beijing Moskva yiroqlashsa,
Qısqası, Xi Jinping'nin planlarına intayin zor zərb elib geldi. G'arb dünyası xiris e'lon qilgani, masalan, Amerika xiris e'lon qilyapti. G'arb dünyası Yevropa ittifoqiga Reis Xi Jinping xiris e'lon qilyapti. Masalan, savdo sohasi deb turaylik, siyosiy sohasi qo'yib turib, savdo sohasi xiris e'lon qilyapti. Mushundaq paytda agar Moskva Beijingda yiroqlashib kelsa, bu Jungoning o'zining planlariga nəhayət ağır zərbə elib keldi. Hazır Prezident Trump ifadə bildirdi ki, Prezident Vladimir Putin bilan hamkorlashib Ukrayna urushini to'xtatish söhbət elib barmiz. Demək, hozir kun tartib keldi. Aqsarayga kirdi bir oydan keyin. Shuningdek, birinchi masala Rossiya bilan söhbət elib berish, Ukrayna Rossiya urushini to'xtatish. Bu kun tartibdagi masala hozir. Saylam davrida shundoq degan edi Prezident Trump. Hozir saylam davrida saylanib bo'ldi, hozir prezident bo'lib bo'ldi. Amaliyoti o'zidan degan so'zini ishga oshirdi va yaqinlashtirdi vatandosh. Prezident Trump saylam davrida mundoq degan edi. Agar men prezident bo'lib saylansam, Jungo Rossiya munosabatini buzib tashlayman. Qanday vatandosh? 10-oyning oxirida saylam faoliyatiga qatnashganda prezident Donald Trump mundoq degan edi. Jungo bilan Rossiya o'rtasidagi ittifoqdoshlik bu xatarlik. Endash. U yana to'liqlab turib mundoq degan edi. Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi munosabatni buzib tashlash nishonini ishga oshirishga ishinaman. Demak, bu qat'iy buzib tashlayman degan gap. Bu bir nishon bo'lgan bo'lsa, bu nishonni ishga oshiraman. Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi munosabatni buzib tashlayman. Shu vaqtda mushu maqsadga yetsa Prezident Trump masalan dunyoda nima o'zgarish bo'ladi vatandosh? Qiyos qiling, tasavvur qiling. Siz biz hukm qilolmaymiz bu nuqtada. Qiyos qiling, tasavvur qiling vatandosh. Mushu sizgin Allohning o'zila jungnan xayr rahbarlarining ko'ziga uyqu kelmaydigan bo'lib qolishiga yetarli xabarlardi. Sizgin Allohdir. Mushu sigin Allah jungnan xayr rahbarlarning ko'zidan uyqu qochish, uyqudan bedor bo'lish, ko'ziga uyqu kelmasi, uxlay olmaydigan bo'lib qolish. Shuning uchun yetarlikdir dedi. Chunki bu yerda yangi saylangan prezident Trump nima dedi? Rossiya Jungo munosabatini buzib tashlayman. Muxbir bundoq yozdi. Amerika Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirishga yetakchilik qilib, Washington bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirishga yo'l tutish Beijingni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bu yerda Ukraina masalasi, Rossiya masalasi, Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati masalasi, Ukraina Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati masalasi, hatto Yevropa Ukraina urushi munosabatlik masala hammasi bir gavdalashib Washington bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlar normallashadigan bo'lsa va yoki siyosat xalqaro siyosat Amerikada shuning yuzlanadigan bo'lsa, bu albatta Beijingni agar bir oqibatga tushirib qo'ydi. Prezident Trump 2017-yili qasam berib, Aqsarayga kirgandan keyin uzun o'tmay savdo urushi boshlanishdan burunla Xi Jinping Moskva bilan strategik ittifoqdoshlik o'rnatishni qaror qilgan edi. Bu taraf intayin sirliq taraf vatandosh. Masalan, Prezident Trump 2017-yili Aqsarayga kirdi. Savdo urushini boshlanishdan burunla Reis Xi Jinping Moskva bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab, Moskva bilan yaxshi o'tishni qaror qildi. Buning ichida sirliq bir tarafga hozir so'zlasam, sizlar ishonmaysizlar yoki boshqacha gapni bo'lsa Uyg'ur sizlar, chunki vatandosh sizlar Uyg'ur. Shunga qalaymiqan gap qilasizlar, shunga men bu yerda bugun buni so'zlamay turay. Ki vaqt kelganda so'zlashga Alloh nasib qilsin, shu vaqtda so'zlab beraman vatandosh. Gapning ushini chiqarib qo'yay. Mushu kunda Rossiya bilan Jungo munosabatini yaxshilashdan iborat strategik ittifoqdoshlik o'rnatishni qaror qildi Beijing, ya'ni Xi Jinping degandan bu yerda vatandosh Ahmadjon Qosimi qatorliq Uyg'uriston davlatining rahbarlarining fojiasi.
o'limga uchragan fojiasi shu vaqtda shunday o'tirg'i chiqqan edi. Shunga Xi Jinping Moskva bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni strategik yo'sinda qaror qildi degan gap bugun o'tirg'i chiqyapti deb. Muxbirimda yozdi. Bugun Prezident Trump Aqsharayga kirish oldida turganda Beijing qabohatlik kuch ko'rishga majbur bo'ldi yoki duchor bo'ldi. Yoki hozir qabohatlik kuch ko'ryapti, jo'ndan qaydisangiz, uni qora bosdi yoki qora bosadigan vaqt yetib keldi. O joylashga boshlaydi balki. Hozir o joylaydigan vaqt yetib keldi. Nimalarni joylaydi, nimalarni deydi? Onu az günlü körümüz vatandaşı. Mesela buna bir misal alayla. Hazır Guangdong ülkesi bir tantarbiye meydanında bir kişi maşini haydap görüp adamlarını urup sokup hazır 50'den artık adam kaza kıldı. Bunu 35 dep ilan kıldı Cungu taraf, Beijing taraf. Tashqi ishlar ministerligi Linjan nim dedi? Linjan nima dedi? Cungu bexatar davlatdir. Ko'rdingizmi? Guangdongda, Guangzhouda mushunchalik odam o'ldi, ya'ni 50 dan ortiq odam yordar bo'ldi. Jungudagi mush ahvol butun dunyoga yamrab xabarlarga chiqib, gazetlarda so'zlanayotganda Junguning bayonotchisi Linjan nim dedi? Jungu eng bexatar davlatdir dedi. Ma yo'q. Ma 100 degan narsa Jungulikda 100 degan narsa bo'lmaydi vatandosh. Bilamda chunki u Osiyolikdir. Anda sizmeyaga bir küçük bir hikayemiz var. Bu ise prezident, yeni saylangan prezident Trump'ın yüzünün 5'ini ötken, belki yüzünün ağzını çıkaran gepken bunu bir siyasi yumur deseniz mi buldu ki, leki inçke oylanmışsınız bulmaydı. Mesela Amerika'nın memuri aparatı, her derecelik, her nöbetlik hükümetin memuri aparatları kandak işleydi o diye musualını koysunuz. Onun biz cevap verişimizden hacet yok. Prezident Trump allaqachon cevap berdi. Yaqinda cevap beribdi mesela. Mesela matbuot odami Rogan bilan suhbat o'tkazganda mushu to'g'ri hikoya so'zlab bir anglab qo'ying vatandosh. Shangil bo'lmaydi. Agar bu so'z Prezident Trumpning og'zidan chiqmagan bo'lsa, ko'pchilik mavzuli xabar 11-oyning 13-kuniki Vanbitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Prezident Trump öz ağzı bilan demagan bo'lsa, Amerika hukumatining siyoset belgilash jarayonidagi mislik har qanday ishda soqorishchay paydo qilish mush darajaga yetganligini ko'pchilik odamlar bilmagan bo'ladi. Masalan, Prezident Trump 2017-yili prezident bo'lib saylanib bo'lgandan keyin Aqsharayga kirib, birinchi qitim O'rta Sharq ziyoratga bordi vatandosh. O'rta Sharq ziyoratga yetib kelgan vaqtida, masalan, asosiy Isroilga yetib keldi. Yetib kelgan vaqtida aeroplanning oldiga chiqib qarshi oladigan kishilarning qatorida amerikalik bir ofitser, askar jangchi bor ekan. Tuyuqsizda Prezident Trump aeroplandan tushibla bu ofitserni, bu jangchidan shundoq so'rabdiki, sizlarni yo'qotish uchun qanchalik vaqt ketadi deb savol qo'yibdi. Shundan keyin ofitser, amerikalik ofitser javob berib, bir necha hafta. Sizlarni yo'qotish uchun bir necha haftalar vaqt ketadi. Vaqt ketadi debdi. Ko'rdingizmi? Anda nim debdi yana oxirida? Sizlarni yo'qotib bo'lgandan keyin biz xotirjam holda o'zimizning vataniga qaytamiz, ya'ni Amerika qaytamiz debdi. Bu ofitser. Prezident Trump yani hayran bo'lib, yana savol qo'yibdi. Washington Başburcaklik binodagi generallarning hammasi menga deyishcha, oz deganda 5 yil vaqt ketadi dedi ya. Demak, Prezident Trumpning qarshilashga chiqqan ofitserga berayotgan javob. Generallar, Başburcaklik binodagi generallar ISISlarni yo'qotish uchun taxminan 5 yillik vaqt ketadi dedi ya.
Eleke aptser, yani bundak cevap beripti. Menen közlü tutkunum uruş kılış vakti. Yani biz ISIS'larni yo'qitimiz deb urushga kirganda bir hafta yoki 2 hafta ichida yo'qitimiz. Mening ko'zda tutqunim urush qilish vaqti. Faqat bir necha hafta vaqt ketadi. Siyosat belgilash albatta Washingtondan keladi. Ularga siyosat belgilash uchun 5 yil vaqt ketadi. Vah 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 vatandaş bu ne? Siyasetki yumur, Prezident Trump özü aytgan yumur desangiz bo'ldi. Chunki o'zining og'zidan chiqqan gapga vatandaş. Matbuot xodimi Roganni so'zlaganimiz yaqinda uning joyida oxir so'zlagan vaqtda mushundaq deb. Aptishir debdi, biz jangga kirib ISIS'larni yo'qotishib bir necha hafta vaqt ketdi. Lekin siyosat Washingtondan keldi. Washingtonda belgilanib Washingtondan keldigan siyosatga 5 yil vaqt ketdi. 5 yil vaqt ketdi. Prezident Trump Washington qaytib kelgandan keyin Davlat Mudofaa Ministrligiga 5 burjaklik binoga besim ishiltib, ISIS'larni yo'qotish to'g'risida qaror chiqarishni talab qilibdi. 5 burjaklik bino yig'in ochibdi, munozara qilishibdi, yana yig'in ochibdi, munozara muhokama qilishibdi. Tartib bo'yicha eng oxiri doklad tayyorlab, bu doklad Prezident Trumpning ustiga yetib keldi. Prezident Trump qarasa, buning uchun 2 yil vaqt sarf qilinibdi. Ya Allah. Buning uchun ISIS'larni qanday yo'qotimiz? 5 burjaklik bino qaror qil. ISIS'larni qanday yo'qotimiz? Davlat Mudofaa Ministrligi qaror qil. Mushuni buyuribdi. Prezident Trumpning ustiga bu to'g'ridagi doklad yetib kelganda qarasa, buning uchun 2 yil vaqt ketibdi. Prezident Trump ana 2 yil vaqt ketibdi. Prezident oldingi sapga buyruq tushiribdi. Ondan keyin armiya harakatga o'tib, ISIS'larni bir necha hafta ichida tamam tugatibdi. Bunun ma'nosi nima vatandosh? Amerika Qo'shma Shtatlarida ma'muriy kadrlar tartibidagi o'zgarish yoki bu ma'muriy kadrlar qo'shinidagi bürokratlik yoki ma'muriy tartiblar ma'muriy kadrlar qo'shinidagi asta mismislik harakatni asta qilish vaqtida qaror chiqarmaslik. Mushundaq bürokratik stil oldida bugun yangidan saylangan Prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarida hukumat ma'muriyatiga yangi bir organ ta'sis qildi. U nima? Tuniga sizlarga so'zladik. Elon Musk rahbarligidagi hukumatning unumdorligini nazorat qilish yoki unumdorligini kuchaytirish to'g'risida qurilgan organ dal mushuninga asoslanib qurilgan organ. Hozir bu organga Tesla şirketining mudiriyat boshlig'i Elon Musk rahbar bo'ldi vatan. İşte shundaqki vatandoshim.